Bu sochimizni po'stay holatda. Men bittagi to'q tiqilib qolgan rangni chiqarib tashladik. Fokusga to'g'ridan ha dedi, ammo chiroyli chiqarib tashlab keyin qildik. Aslida mana shu ishni birinchi kislotni qilib turib, orqasidan texnikani qilganlar edi. 1000 marta chiroyli chiqqan bo'lardi. Afsuski, bu sochni mendan oldin qilgan odam kislotni qilishni bilmasa kerak, taqamagan-ku. Kislotniy smifka onlayn darsligim ham bor, bilasizlar. Kim o'qimoqchi bo'lsa, kelinglar yoki bo'lmasam Telegramdan yozsang, darsligini tashlab beraman. Narxi $50. Mana shunaqa qilib sochni enasini ko'rsatmasdan chiroyli qilib rangini chiqarib berasizlar shunday. Kislotniy smifkani olgan bilan ishlatishni bilmasalang, foydasi yo'q. Qaranglar, qanaqa chiroyli rang bo'lgan. Mana bu qizni qosh ko'ziga shunaqa tushdi. Ruxsat yo'qda, turchankalaga o'xshab qoldi. Bo'lmasam qosh ko'z bilan olardim. Do'poslarni shunday ko'rib turib, vaydirdilar, yarashganini ko'rib.